eri bo'lmagan inson bilan unga fitna qilib, qamatishga harakat qilib, bolani otasini 15 sutkalab qamatib. Feruza Normatova Shahlo Salayeva haqidagi barcha haqiqatlarni ochiqchasiga bayon qildi. Sizlar qabul qilmaganmisizlar bu ayolni desam, bizdan kelib qabul qilishimizni hech kim so'ramagan qizim degan. Feruza Normatova hech qachon bolani otasidan ajratadigan inson emasligini aytdi. Aksincha, u Murodning o'z otasi bilan munosabatda bo'lishini qo'llab-quvvatlaydi. Noto'g'riligimiz, bizni bir iflosligimiz bo'lsa, biz iflos bo'laveraylik. Uning aytishicha, turmush o'rtog'i Olloyor farzandi bilan ko'rishish uchun hamma narsaga tayyor va Feruza bunga to'sqinlik qilmaydi. Hattoki u Murodni o'z farzandidek qabul qilishga ham tayyor. Shuncha narsaga rozi bo'lib, uni bolamdek qabul qilaman, berishsin. Men turmush o'rtog'imning halovati meni halovatim. Biroq vaziyatning boshqa tomoni ham bor. Feruza Shahlo Salayeva tomonidan 1 yildan beri bolaning otasi bilan ko'rishishga imkon berilmayotganini, hattoki hali rasman eri bo'lmagan inson, ya'ni Veysel Dulgerga bolaga dada deb o'rgatayotganini tanqid qildi. Unga 1 yillab bolani ko'rsatmasdan yana boshqa insonga buni dadadi, babadi deb ayttirish insoniylik bo'lsa, uning fikricha bu na insoniylikka va na bolaga nisbatan adolatli munosabatga to'g'ri keladi. Shuningdek, u Shahlo Salayeva va Veysel Dulger tomonidan o'z turmush o'rtog'i Olloyorga nisbatan fitna uyushtirilganini ham aytib o'tdi. Shu bilan birga Olloyorning onasi ham Murodni nabira sifatida qabul qilgan. Hattoki 8 oy davomida unga qaraganini ham alohida ta'kidladi. Feruza Normatova yakunida shunday deydi: haqiqat baribir yuzaga chiqadi va bola masalasida adolat hamda insoniylik ustuvor bo'lishi kerak. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu aliment nima degan gap? Turmush o'rtog'im, men bolamni ko'rsam bo'ldi. Bu aliment men butun umr to'lab, men shu bolamni bersa, men dunyoni beraman deb o'tiribdilar. Olib boraman, mashinalar olib beraman, o'zimniki bilan bir xil mashinalar olaman, aylantiraman deb. Chet elga chiqsak, olib ketardik. Qaniydi olib keta olsak? Qanaqa yaxshi ko'radilar farzandlarim. Lekin bu yoqdan shuncha zulm. Agar o'zini farzandidan voz kechtirish, majburlab, hali eri bo'lmagan inson bilan unga fitna qilib, qamatishga harakat qilib, bolani otasini 15 sutkalab qamatib, unga 1 yillab bolani ko'rsatmasdan yana boshqa insonga buni dadadi, babadi deb ayttirish insoniylik bo'lsa, biz inson bo'lmay qo'yaveraylik. Men ularni ayoli bo'lib turib, shuncha narsaga rozi bo'lib, uni bolamdek qabul qilaman, berishsin. Men turmush o'rtog'imning halovati meni halovatim. Ko'rsinlar bolalarini deb agar biz shu paytgacha jim turgan bo'lsak, bu agar bizni noto'g'riligimiz, bizni bir iflosligimiz bo'lsa, biz iflos bo'laveraylik. Meni ota-onam bor, oila a'zolarim, qarindoshlarim bor. Qancha odamlar aytdi menga: "Ey san ayt, undan ko'ra hammasidan voz kechib. Kesin sen o'zing tug'ib berasan." Yo'q, men tug'aman, inshaalloh Alloh beradi farzand. Men otani bolasidan, bolani otasidan ayiradigan bir nafsiga qul odam emasman. Alloh menga bersa o'sha mehrni berib qo'yadi erimni qalbiga. Bolaga bo'lgan mehr bu ayolga bo'lgan mehr degani emas, u ikkita boshqa tuyg'u. Ular qaytanga xursand bo'lsalar, men xursand bo'laman deganman. Farzand dunyoga kelgandan keyin mana mashmashalar, har xil gaplar chiqishi boshladi-ku o'zi. Aslida birinchi farzandlari dunyoga kelgandan keyin oyijon qabul qilganlar u farzandni uylariga. Buni xabari tarqalganda turmush o'rtog'im kelib onalaridan kechirim so'raganlar. Shunaqa qilib qo'ydim, ona, farzand dunyoga keldi, qabul qilasizmi? Meni kechiring, men sizdan kelib rozilik ola olmadim. Men bunaqa bo'lib ketadi, farzand tug'iladi deb o'ylamagandim. Lekin tug'ildi, endi nevarangizdek qabul qiling deganlar. Oyijon boshida rosa qattiq his qilganlar, lekin qabul qilganlar.
mehr berganlar. 8 oylik bo'lguncha shu bolachani birga katta qilishgan. Olib kelib tashlashgan uyga. Oyijon o'zlari qarab yurganlar. Men sizga video, rasm taqdim etaman hammasini. Adajon ham erkalab rosa yaxshi ko'rganlar. Lekin internetda biz ko'rdik, meni oila a'zolari qabul qilmagandi. Birinchi munosabatlaridagi o'sha ayol chiqib gapirgan. Men o'shanda oyijondan so'raganman. Oyijon, sizlar qabul qilmaganmisizlar bu ayolni desam, bizdan kelib qabul qilishimizni hech kim so'ramagan qizim deganlar. Bir og'iz kelib, men endi bilmadim, bir chetdan qarab turgan inson sifatida qanaqa tavsiya bergan bo'lardim agar do'st bo'lsam yonida shu ayolni. Bitta chiroyli buket gul olingda, shirinlik olingda, yig'lab boring shu ayolni yoniga. Shunaqa bo'lib qoldi. Men shunaqa hayotni tanladim, yaxshi ko'rdim deysizmi? Barcha tuyg'ularingizni aytganingizda balkim oyijon qabul qilgan bo'lardilar, chunki juda ham yaxshi insonlar. Oyijonim, otajonim, to'g'ri insonlar. Hech kim so'ramagan, bormagan, faqat farzandni berib yuborishgan, tashab ketishgan. Farzandni olib borib, hattoki o'sha ayolni o'zi ostonadan olib borib, qo'llariga berib chiqib ketgan vaziyatlari ham bo'lgan. Uzr so'ralmagan, gaplashilmagan oyijon bilan.